payg'ambarimizni oxirgi marta jon berishlaridan oldin Jibril alayhisalomga savol qilgan ekanlar. Ey Jibril, men dunyodan ketyapman. Qiyomat kuni ummatim nima bo'ladi degan ekanlar. Shunda Jibril alayhisalom Allohning shundoq amri bo'ldi. Seni payg'ambar qilgan Allohning nomiga qasamki, men do'zaxning nomini abadiy harom qildim jami payg'ambarlarga-ki, Muhammad jannatga kirmaguncha. Men do'zaxning nomini harom qildim jami ummatlarga-ki, Muhammadning ummati jannatga kirmaguncha. Oldin sen jannatga kirasan, sen shafaat qilib ummatingni jannatga olib kirasan, undan keyin boshqa payg'ambarlarga, boshqa ummatlarga navbat keladi deganlarda, meni vazifam endi nihoyasiga yetibdi. Jonimni olgin degan ekanlar. Jonlarini olayotgan paytlarda quloq soldik. Payg'ambarimizning oxirgi so'zlari, lavlari pichirlab turgan paytdagi oxirgi gaplari usikum bis-solah, usikum bis-solah, usikum bis-solah.